Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bloger Zohid Jumayevman. Anchadan beri sizlar bilan suhbatda bo'lmadim. Sababi bilasizlar, hozirgi kunda biroz kamroq chiqyapmiz. Chunki har bitta chiqarilayotgan muammo va ko'tarilayotgan muammomiz mana shu prokuratura tomonidan, ichki ishlar tomonidan, hokimlik tomonidan o'rganilib oxiriga yetgandan keyin chiqishlar qiladigan bo'lganmiz. Sababi shu masalani bir narsani toki oxiriga yetmaguncha har bir narsani chiqarib tashlaverganman, foydasi yo'q deb bilaman. Mana shu narsani oxiriga yetishga harakat qilaman. Men xarakterim shunday, endi nima deydi, shu inson o'zini shu faoliyat davrida o'ziga qo'yilgan maqsadlari sari shaxs bo'lish kerak deb o'ylayman, o'sha yuradigan. O'sha shuning uchun ham mana shu har bitta chiqarayotgan yoki bo'lmasa o'sha muammolarni o'rganishda oxiriga yetishga harakat qilib boryapman. Bugungi masalamiz, xudo xolasa, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasidan iltimos qilardik, balki bizda kuzatib borayotgan prokuratura xodimlari, ijtimoiy tarmoqda faollar juda ko'p prokuraturada. Samarqand viloyat prokurori qabuliga boryapman. To'g'ri, men bir nechtasi bilan muloqotda bo'ldim. Endi ular har xil bo'ladi, qabul qilmaydi, boshqa edi, qashqa edi degan gaplar bo'lyapti. Qani ko'ramiz, lekin bizda aynan Jizzax viloyatida unaqa narsa yo'q. Shanba kuniki, juma kuniki degan narsa yo'q. O'sha Jizzax viloyat prokuroriga ming rahmat. O'sha oldin ham aytaman, hozir ham aytaman. U kishi ham to'g'ri, endi yangi kelganda biz u kishini xarakterini tushunmadik-ku. Hozirgi kunda mana har bitta o'sha murojaatchimi farqi yo'q, o'sha jismoniy shaxsmi, yuridik shaxsmi murojaat bilan qabuliga viloyat Jizzax viloyat prokurori Baxtiyor Ibrohimovning oldiga kirgan paytda men juda hurmat qilaman shunaqa insonlarni. O'sha murojaatchini, fuqaroni, ya'ni insonni har bitta so'zini oxirigacha eshitadi va o'shani eshitib, o'sha vajlarni ko'rib va o'sha xodimlarni yonida chaqiradi, o'sha bo'yicha, o'sha joyda boricha iloji boricha o'sha yerda yechim hal qiladi. Men o'shaning uchun ham Jizzax viloyat prokurorini juda qattiq hurmat qilib qolganman hozirgi kunda. Sababi shu men bir necha murojaat qilgan bo'lsam, nuqta virgulgacha eshitib, chaqirib, mana uni bunday qilinglar, mana uni bunday qilinglar. O'sha natijasini shaxsan o'zlari tekshirib olayotgan prinsipdagi inson ekan. Mana hozir ko'p kuzatib boryapman. Rahmat. Umid qilamiz kelajakda bundan-da o'zidan yana ham mana shu xalq uchun, shu yurt uchun qilayotgan ishlariga muvaffaqiyat tilaymiz Jizzax viloyat prokurorini. Undan-da ziyod ishlar qiladi degan umiddamiz. Chunki men mingdan ming rahmat deyman shu kishining ota-onasiga, shunday o'qitib, xalq uchun, el uchun ishlasin deb, mana shu foydasi tegsin deb harakat qilgan ota-onasiga rahmat. Chunki borganimizda dushanba ekan bugun yo boshqa ekan demaydi. To'g'ri, endi hurmatli prezidentimizning selektori bo'lmasa, boshqa payt har qanday ishni tashlab o'sha murojaat bo'yicha kelgan shaxslarni, fuqarolarni qabul qiladi. Buning uchun rahmat. Endi hozirgi kunda Samarqand viloyatiga boryapmiz. Samarqand viloyat prokuraturasi qanday qabul qiladi? Samarqand viloyat prokurori bizni qabul qiladimi, yo'qmi? Yuqoridagilar to'g'rimi, noto'g'rimi? Bu narsalar bo'yicha biz sizlarga ochiqchasiga aytib o'tamiz va o'sha qabul jarayonida qanday ishlar bo'ldi, nimalar bo'ldi, bizning ishlarimiz mana shu jarayonlarni to'liq sizlarga yoritib borishga harakat qilaman. Samarqand viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari Sarvar aka edi shekilli, adashmasam, Bozorov shu Jizzax viloyatida ishlagan. U kishi Jizzax viloyatida ishlagan, otlично ishlagan. Sababi jinoyatchilikka qarshi kurashda, xullas o'sha O'zbekistonga foydasi tegan juda ko'p ishlar qilgan, o'sha tumanimizga, viloyatlarimizga o'sha juda ko'p foydasi tegadigan shaxs bo'lgan. Shuning uchun men u kishini qattiq hurmat qilaman. Endi Samarqandda bilmayman.
Samarqandda qanday faoliyat olib borayotganligi to'g'risida xabarim ham yo'q. O'sha 2022-yil ketganmidi deymanda, 22 yo 21 ketganidir, shundan buyog'iga bilmayman. Undan oldin bilardim. Jizzaxda juda faol prokuror deb hisoblayman. Har qanday joyda, har qanday fuqaroni qabul qilib, o'shani o'zini dardidek bilib, qabul qilib, o'shani yechimini topishga harakat qilgan shaxs deb bilaman. Endi Samarqandda bilmayman. To'g'risi, juda ko'p endi to'g'ri, endi hamma har xil bizni qabul qilmayapti, Samarqandda unday, bunday deydi. Men hech Samarqandda to'g'risi bunaqa narsalar bo'yicha kirmaganman. Sizlarga aytib boraman. Qani o'sha keltirilgan, yuqorida keltirilgan vajlar rostmi, yolg'onmi? Mana shu masalalarni ham sizlarga tanishtirib o'taman. Rahmat.